Assalomu alaykum qizlar, sizlar bilan bugun Korolevskiy Napoleon tayyorlaymiz. Hamma mahsulotlarni tayyorlab oldim. Un elangan, muzdek suvimizga tuzimizni solamiz. Bitta tuxumimizni chaqib, 3-4 tomchi uksus solamiz. Men uksusim 70% bo'lgani uchun ozgina soldim. Agar 10% bo'lsa, yarim choy qoshiq solsanglar bo'ladi. O'simlik yog'imizni ham suvimizga qo'shib yoramiz va ozgina aralashtirib 990 gram atrofida uni ozgina olib qo'yganman. 1 kilodan xamir yoyganda ishlatishim uchun suvimizni quyamiz va xamir qorishni boshlaymiz. Boshqa un qo'shilmaydi. Mana shu suvga bemalol yetadi. Albatta un oliy navli bo'lishi kerak va elangan bo'lishi kerak qizlar. Esingizdan chiqmasin. Har doim shirinliklar uchun oliy navli un ishlatinglar. Keyin yaxshilab xamirga ishlov berish kerak. Oralarida qolib ketmasin, bir xil bo'lib mayin chiroyli xamir holatiga kelguncha ishlov berib olamiz. Men stol ustiga olib ham yana ozgina ishlov berib oldim. Bunaqa yumshoq xamir bo'lmaydi, ozgina o'rtacha qattiqlikdagi xamir bo'ladi. Buni endi tindirishga 20 minut 30 minutga chetroqga olib qo'yamiz. Xolodilnikka qo'yib qo'ysanglar yana ham yaxshi. Margarin ishlatamiz. 82% apetita margarini ishlatdim. Har doim sifatli margarin ishlatinglar. Ona ishlatsanglar bo'ladi. Shedrelitda ishlatsanglar bo'ladi yoki maselkadan 82%liga yuqori bo'lishi kerak va albatta slayonniy testa deganni ishlatsanglar yaxshiroq bo'ladi. Margarinimiz xona haroratida buni to'rtburchak holatga olib kelib olishimiz kerak bo'ladi. Shunaqa salfan paketga solib, chuva bilan to'rtburchak qilib tekis qilib olsanglar bo'ladi. Bir tekisda qilib chiroyli qilib to'rtburchak hosil qilib olamiz. Margaringa shakl berib olganingizdan keyin ozgina xolodilnikka qo'yib yuborsanglar ham bo'ladi. Xamirimiz tindi. Xamirimizni olib, xuddi videoda ko'rganinglardek qilib bo'lib olamiz va ochamiz. Oxirigacha ochib yormaymiz. O'rta qismi ochilib ketmasin. Xuddi gulga o'xshab chet tarafiga tortib yoyib olamiz. Margarinimizni salfandan ochib olamiz va yoyilgan xamirimizni o'rtasiga qo'yamiz. Margarinni xolodilnikka qo'yib qo'ysanglar ozgina shaklini ushlash oson bo'ladi. Salfanga qolib ketmaydi. Salfanni olib tashlaymiz va xamir bilan yopib to'rtburchak shaklda qilib yopib olamiz. To'rtta tarafini. Endi xamirimizni juva yordamida yoyishni boshlaymiz. Bunaqa katta qilib yoyilmaydi. Birinchisida sal kichikroq bo'ladi. Imkon qadar qilib yoyib olamiz. Yoyib olgan xamirimizni mana margarinlar qolib ketgan margarinlarni surkab yordim salfandagini. Uvol bo'lmasin deb. Endi mana ko'rib turgan xuddi shunaqa qilib yig'amiz. E'tibor berib turinglar. Bir tekisda qilib to'rtburchak shaklga olib kelib, ikkala tarafini yopamiz va oldinga qarab taxlab olamiz. Xuddi shu qandoq taxlagan bo'lsak, o'sha joyiga qo'yib, qandoq taxlagan bo'lsam, xuddi o'shanaqa qilib qo'yib yoyishni boshlayman. Yana bu etapni 4 marta takrorlayman. Videoda 3 marta ko'rinibdi, bittasi ko'rinmay qolibdi. Yana mana yoyib, xuddi ikkala tarafini yopamiz. To'rtburchak shakl berib, mana margarinlari уже erib, xamirga yaxshilab aralashishni boshlagan. Mana xuddi shunaqa qilib yana taxladim. Xolodilnikka 20 minutga yuboramiz. Har 20 minutda shunaqa qilib yoyib, o'rab 4 marta takrorlaymiz bu etapni. Oxirgi marotaba yoyganimizda sal kattaroq yoyamiz. Nisbatan orada ozgina ullab tursak bo'ladi albatta. Chunki xamirlarimiz o'sha yumshashni boshladi margarin bilan yaxshi aralashgandan keyin mana kattaroq qilib yoyib oldim. Taxminan 75 sm ga 55 sm da. Endi buni 4 marta buklayman. Taxlab oldim. Buni endi 6 soatga xolodilnikka yuboramiz. Kamida 5-6 soatga, bo'lmasam kechasi bilan qoldirsanglar ham bo'ladi. Mana oxirgi marta endi buni pishirishimiz kerak bo'ladi. Ozgina qo'lim bilan yoyib oldim. Ishlatishdan oldin 10-15 minut oldin xolodilnikda olib qo'ysanglar, sal yumshab turadi. 8 bo'lakga bo'ldim. Duxovkalari katta kichikligiga qarab 10 ga yoki 6 ga bo'lishinglar mumkin. Men duxovkamni santimetrlarini to'g'ri o'lchab, videoni ostida yozib qoldiraman. Qavatlarni ko'rdinglar. Endi to'rtburchak qilib bir tekisda chiroyli qilib yoyib olamiz. Buni xamir yoyib bo'lgandan keyin listni orqa tarafiga qo'yiladi. 10-15 minut tindirib qo'yamiz. O'shanda xamir yig'ilib ketib qolmaydi, chiroyli bo'lib chiqadi. Oradan 10-15 minut o'tgandan keyin lineyka yoki birorta
tekis narsa topib kesib olamiz. Bir tekisda bo'lib chiqishi uchun chiroyli chiqadi o'shanda. Va vilka yaxshilab vilka urib olamiz. Ozgina ochib qo'yamiz, bir-biriga yopishib qolmasligi uchun. Vilka urib qizigan duxovkaga yuborib 170-175 gradusda 10-12 minut davomida pishirib oldim. Sizlar o'zingizlarning duxovkangizga qaraysizlar. Ochiqroq rangli bo'lishini xohlasanglar, sal vohliroq olishinglar mumkin. Hamma duxovkasi har xil gradusda pishiradi. O'shaning uchun e'tibor berib turinglar, keyin urasizlar. Men 170-175 gradusda 10 minutda pishirib oldim. Xuddi shunaqa bo'lib, juda ham chiroyli bo'lib, pufaylarni qaranglar, qanaqa chiroyli chiqqan. Bu albatta margarinning sifatiga va yaxshi aralashganiga bog'liq. Endi krem tayyorlaymiz. Xona haroratidagi saryog'imizni 250 gram saryog'imiz, moloko ham, saryog' ham xona haroratida bo'lishi kerak. Yumshatib olamiz saryog'ni va ustidan 1 kiloyu 200 gram 1200 gramlik sgushenniy molokomizni solib, bir xil massa bo'lguncha yaxshilab mikser qilamiz. Suyuq krem holatiga keladi. Bu krem bemalol yetadi. Juda ham mo'l ko'l bo'lib yetadi. Endi ko'rjlarimizni terishni boshlaymiz. Qalin-qalin qilib kremlarimizni surib olaveramiz. Ketma-ketlikda hamma ko'rjimizni yig'ib olamiz. Ko'rjni ozgina ochiqroq yoki to'qroq qilishinglar mumkin, xohishga qarab. Ba'zilar ochiqroq Napoleonni yoqtiradi. Hamma ko'rjlar terib bo'lgandan keyin eng oxirgi ko'rjimizni teskari tarafini o'giramiz. Ustki tarafi tekis, chiroyli bo'lib chiqishi uchun. Va kremimizni surib, yaxshilab ustiga urvo sepib olamiz. Eng chiroyli Napoleon menimcha faqat urvo bilan bo'ladi. Mana kremlari oqib ketdi. Shunaqa ko'p krem bo'lgandan ovozini bitta eshitib ko'ringlar. Juda ham kumur bo'lib chiqqan. Ustiga yaxshilab sepib olib, xolodilnikka 5-6 soatga yuboramiz. Bu Napoleonni bemalol zakazlarga tayyorlasanglar bo'ladi. Qanaqadir bayram kunlariga, chiroyli kunlaringizda tayyorlasanglar bo'ladi. Umuman uyaltirmaydi qizlar, ishonchli usul. Men xolodilnikdan olganimdan keyin ozgina bosib yubordim. Ovozini qaranglar qanaqaligini, shundoq bilinib turibdi. Juda ham mazali, juda ham yoqimli Napoleon bo'lgan. Sizlarni umuman uyaltirmaydi. Ham boshqa Napoleonlarga nisbatan kam xarj. Albatta tayyorlab ko'ringlar, bergan pulingizga rozi bo'linglar. Dars omonat qizlar. Zakazlar qilib bergan pulinglarni 10 barobar qaytarib olinglar. Omadinglarni bersin. Menikidan ham zo'r chiqsin tayyorlaganingizda.